erkak kishi nima uchun sevadi? Chunki hamma ayol kishini onam kabi haqiqiy deb o'ylaydi. Goh payti ovozimizni ko'tarib qo'ysak, bolam, asabiylashma, haliroq gaplashamiz, o'zingga kelib olgin deydi. Nimaga? Chunki oldindagi kuch-quvvati yo'q onamizni. Sog'lig'i ham. Agar boshqa kimgadir ovozimizni ko'tarib qo'ysak, tuzlig'im yeb tuzimga tupurolsanmi? Sen kimsan menga ovozingni ko'taradigan? Shunaqangi qo'pol gaplar ishlatishadiki. Axir farishtalar qaramasdi-ku. Nimaga onam qarayapti? Bundoq orqamizga qaraylikchi. Oldinga o'ynab, kulib, sakrab yurgan onamiz. Hozir esa parhezda. Biz kuch-quvvatga to'lib, hayotda endi yaxshi joylarni, xursandchiliklarini ko'rayotganimizda onamiz esa qaramoqda. Nobodoga mazam yo'q, qatimdir oriyotdi desangiz, ertalab soat 7 dan tayyor bo'lib turadi, yur bolam, doktorga ko'rinib kelamiz. Bormi? Shunaqa mehribon odam. Do'st, oshna og'ayni, na sevgi hech kim onani o'rnini bosa olmaydi. Ota-onani kuydirayotgan ayrim odamlarga bizga bog'lab qo'yishmagan. Bir kun kelib o'zimiz ham ota-ona bo'lamiz. Vaqtida qadriga yetaylik.